chiqdik. Yana 10 ta yoki 15 ta moddani ko'rib chiqing, mashq qiling, moddalarni turli xil ko'rinishga olib kelib, ularni nomlashingiz mumkin. Demak, 3-rejaga yetib keldik. Alkanlarning izomeriyasi. Hurmatli o'quvchi, izomeriya o'zi nima? Izomeriya bu bunda ham umumiy formula bir xil bo'ladi. Sifat va miqdor tarkibi bir xil bo'ladi. Tuzilishi bilan farq qiladigan moddalar uchraydigan hodisa bu izomeriya hodisasi deyiladi. Shunday moddalar esa o'zaro izomer moddalar deyiladi. Qaytaraman. Sifat miqdor tarkibi bir xil, ya'ni tarkibidagi element atomlarni turi va soni bir xil, tuzilishi har xil. Mana bu jarayon izomeriya jarayoni deyiladi. Alkanlarda izomeriya qaysi vakildan boshlanadi? Metan yo'q, etan yo'q, propan yo'q, butandan boshlanadi. Demak, alkanlarda 4-vakilidan izomeriya boshlanadi. Mana sizlarga hozir yaxshi, mukammal holatda tushuntirib beraman. Diqqat qiling. 4-vakil demak 1, 2, 3, 4. Nomi butan. Keling endi izomeriyada mana shuni normal bitta chiziq holatda turganligi uchun normal butan deb ataylik. Normal holatdagi butan ekan. Hozir demak biz bizni qanaqa holatga keltiramiz? Normal bo'lmagan, ya'ni izomeriyasini. Sizlar tushunishlaring uchun bu hasan bo'ladigan bo'lsa, buni husanini paydo qilamiz hozir. Kelinglar, qorni ochroq ekan, to'yintirib qo'yamiz. Nima bilan to'yintiramiz? Albatta, vodorod bilan. Har bir uglerod necha valentli bo'lishi kerak? 4 valentli bo'lgani bu qorni to'ygani hisoblanadi. Mana biz 4 valentli qilib oldik. Buni nomi butan deb qo'ysam maylimi? Ya'ni normal butan. Izomeriyada uglerodlar soni va vodorodlar soni o'zgarmasin. Nimasi o'zgarsin? Tuzilishi o'zgarsin, fizik va kimyoviy xossalari o'zgarib qolsin. Uglerodi 4 ta ekan. Qarang, 1, 2, 3, ana 4. E'tibor bering, bu chiziqli holatda edi. Bitta uzun chiziqda turgan edi. Uglerodi 4 ta edi. Bizning uglerodi 4 ta, lekin tuzilishi nima qildi? Farq qildi. Hurmatli o'quvchi, tuzilishi farq qildimi? Albatta uni xossalari ham farq qiladi. Endi bu uglevodorodni, ya'ni normal butanni, izomeriyani nima qilishimiz kerak? To'yintirib qo'yishimiz kerak. Nima bilan to'yintiramiz? Albatta vodorod bilan. Necha valentli qilamiz? 4 valentli. Ketdik. Bu yerga nechta vodorod? 3 ta. Bu yergachi? Bitta. Bu yerga 3 ta. Bu yerga nechta? 1 valentli turibdimi? 4 valentli bo'lish uchun yana 3 ta vodorod zarur. To'ppa-to'g'ri. Ana, endi buni normal butan deb bo'lmaydi, chunki tuzilishi o'zgarib qoldi. Asosiy zanjir tanlaymiz. Oldingi rejada, ikkinchi rejada o'rgandik buni, asosiy zanjir tanlashni. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Demak, qaysi tomonga borsangiz ham asosiy zanjir bo'lyapti. Keling, qayroq tomondan ketaylikchi. 1 2 3. Mana bu nima bo'lyapti? Asosiy zanjirdan ajralib qoldi va bu radikal sifatida qaraladi. Radikal qayerda turibdi? Ikkinchi uglerodda turibdi. Qanday radikal turibdi? Metil radikal turibdi. Asosiy zanjirda nechta uglerod bor? 3 ta uglerod bor. Ana endi bunga nom beramiz. 2 da metili bor. Butan emas, hurmatli o'quvchi. Asosiy zanjirda 3 ta uglerodmi? Demak bu propan. 2 metil propan. To'ppa-to'g'ri. Ana 2 metil propan. Mana bu ikkala modda o'zaro nima? Izomer sifati, ya'ni qanday element atomlardan tashkil topganligi, miqdori qancha elementdan tashkil topganligi bir xil, tuzilishi esa har xil. Bu moddalar o'zaro izomer moddalar, bu jarayon esa izomeriya jarayoni. Yana bitta vakil, keyingi 5-vakilini ham izomerlarini sonini ko'rib chiqamiz. 5-vakilda albatta 5 ta uglerod bo'ladi. Ana. Xo'p, buni to'yintirib olamiz vodorod bilan. SH3, SH2, 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 SH3.
Nomi normal pentan 5-vakil. Ana endi asosiy zanjirda nechta uglerod bor? 5 ta. Biz buni 4 taga qisqartiramiz. Bu birinchi izomer deylik. Mana endi ikkinchi izomer. Asosiy zanjirdagi uglerodlar soni 1, 2, 3, 4 taga qisqartirildi. Va mana bu yerga bitta uglerodni ham yozdik. Asosiy zanjirda bu yerda 5 ta edi, bu yerda esa 4 ta. Umumiy uglerodlar soni lekin bir xil. Ya'ni 5 tadan. SH3, SH3, bunga esa SH, SH2, SH3. Asosiy zanjir 1, 2, 3, 4. Qaysi tomondan raqamlaymiz? Radikal yaqin tarafdan raqamlaymiz. 1, 2, 3, 4. Qay mustaqil nom berib ko'ring. Qayerda metil turibdi? 2 metil. Asosiy zanjirda nechta uglerod? 4 ta. Demak, buni nomi 2 metil. 2 metil butan tarzida nomlanadi. To'ppa-to'g'ri. Bu demak ikkinchi izomer. Mana bu yerga uchinchi izomerni ham hosil qilamiz. Asosiy zanjir. Mana bu radikalni bu tomonga olsak, o'ylashingiz mumkin, 3 metil bo'ladi. Yo'q, bunday emas. Agar bu radikalni bu tomonga oladigan bo'lsak, raqamlash mana shu tomondan boshlanadi, 1, 2 bo'lib, shu moddani yana takrorlab qo'yadi. Bu holatda nima qilamiz? Bu holatda asosiy zanjirdagi uglerodlar sonini qisqartiramiz. Ya'ni mana buni 4 ta emas, nechtaga tushiramiz? 3 taga. Keling, amalga oshiramiz. Ana. Normal butanga nisbatan buni uglerodlar soni 2 taga kam. Ya'ni normal butanda 5 ta, bunda 3 ta. Bizda yana nechta uglerod bor? 2 ta. Ana bu ikkalovini mana bu yerga yozamiz. SH3, SH3. Ana bularni keling, qulaylik keltirib chiqarish uchun radikal sifatida aniqlab oldik. SH3. Asosiy zanjir 1, 2, 3 ta. Bunisi qiziq bo'ldi-yu. Bitta uglerodga 2 ta radikal. Bunaqa holat bo'lishi ham mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Uglerod 4 valentli bo'lyapti. Radikallarimiz ham o'z valentliklariga muvofiq holatda turibdi. Asosiy zanjirda 3 ta uglerod bor va o'rtadagi uglerodda 2 ta radikal bor. Mana shu holatda mana bu radikalni o'rnini aytyapman. Nechinchi uglerodda turibdi bu radikal? Ikkinchi. Demak 2, bu radikal qayerda turibdi? 1dami, 3dami? 2da turibdi. Demak yana takror yozaman. 2, 2. Nechta radikal? 2 ta. Shuning uchun D so'zini qo'shaman. Qaysi radikal? Bir xil bo'lganligi uchun yonma-yon yozamiz. Agar bu yerda metil, bu yerda etil bo'ladigan bo'lsa, bu holat bo'lmaydi. 2, D metil nima deyiladi? Pentanmi yo butanmi? Ikkalasi ham emas. Propan. Chunki asosiy zanjirda 3 ta uglerod bor. Propan. Qoyil. Agar siz mana shu moddani bizdan avval mustaqil nomlagan bo'lsangiz, siz darsni zo'r tushunib bormoqdasiz. Pentanning izomerlari soni 3 ta ekan. Bu testlarda sizga tushishi mumkin. Hurmatli o'quvchi, mana 3-rejani ham o'z yakuniga yetkazdik. Bu rejani zo'r, mukammal tarzda o'rganish uchun, ya'ni izomeriyani chuqurroq o'zlashtirish uchun pentandan keyingi vakil geksan va geptanni izomerlar sonini yozib, izohlarda qoldiring. Balki ko'rib javob qaytararmiz. Sog' bo'ling. Keyingi rejada ko'rishguncha.